Kalitni bering, shtrafnoyga olib kiraman. Bermayman kalitni. Shtrafnoy kirmaydi mashina. Sendan zo'rlaring olib kira olmagan. Katta gapirmang. Qo'lingdan kelmaydi mashinani shtrafnoyga olib kira. Hardan bez nomer yuraveraman. Balgini ko'tarib yo'limga chiqqaningda, xolasan stressga ham yuraveraman. Yana berka to'y keldi. Stanga olib kiraylik shem buni. Masofa saqlab gaplashing sali. Choy tayyorlab turib olib kiraman. Abdurahmon kim ekan u shoir? Shumi katta? Ha? Ja katta emas ekan-ku. O'zim gaplashaman. Galistu qilasanlar. Ancha katta ekansiz, komandir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mashina olib kirmayapsan ichkariga. Yo'q, men olib kiraman dedim. Shogirdingiz unamayapti. To'g'risi, kim mashinasi bu? Komandir, to'g'risi sizga yolg'on gapira olmayman. Bu mening mashinam emas. Bu menga podpiska bosgan obunachilarning mashinasi. 6-7 oktyabr kunlari Xalqlar do'stlik saroyida Shohruh Ergashev konsertida konsertga kelganlarning ichida g'olibni aniqlab berib yuboraman. Shu jentlarni. Abdurahmon bu gapiga umuman tushunmayman bittasiga ham. Olib kir jarima maydoniga mashinasini. Komandir, sizgachi men konsertdan zo'r joydan, yotib olib kiradigan joydan 4 ta bilet olib qo'yganman. Menga bileting kerak emas. Olib kir mashinani. Hozir olib kiraman. To'xting. Ha, biletni kassadan pulingizga sotib olasiz. Mashinani hozir haydab ketaman. Tushunmadim. Bu meni hozir yurishdan qo'rqyaptimi yo jarima maydoniga qo'rqyaptimi bu? Ko'tarib ishlar bor unda. Olib kirmaysan mashinangni? Olib kirmayman. O'tda bu yoqqa sana. Sana bu yoqqa o't. Kir. Komandir, Ashtrafnoyga olib kiraman dedim-ku, mashinami? Tezda mashina olib kirgin-da, jarimasini yozib, keyin chiqazib o'rgan. Bo'lmasa aylanib qoladi bu. Shoir Jo'qi. O burchakka qo'yasan, chiqib ketib, Alisher davomini aytib ketasan, tushundingmi? Ha.